Ko'pchilik mendan viloyatlarga dastavka bormi? Man Navoiydanman, man Buxorodanman, man Qoraqalpog'istondanman, Nukusdanman deyishyapti. Dastavka xizmatlarimiz bor. O'zimizning taksis mashina olib borib beradigan, eshigidan tagigacha olib borib beradigan o'zimizning taksislarimiz bor. Va yana bitta savol berishyapti. Buni suv yetkazib beradimi? 300 kvadratingiz, 400 kvadratingiz do'kontiringizni olsam, mani uyimga, hammomimga suv yetkazib beradimi, rakvinalarimga suv yetkazib beradimi deyishyapti. Buning ichida 20 metr musturba o'ralgan bo'ladi. Bu bekorga emas. Bu degani minutiga 300 kvadratli kotelimni o'zi minutiga 11-12 litr suv haydab beradi degani. Bunaqa do'kontir kotel bilan albatta bunaqa miyali yaxshi avtomat garelka bilan o'rnatasiz. Bu gazingizni yana ham ekonom qilib berishini ta'minlaydi. Yana bir marta eslatib o'taman, agar sizlarni o'zingizlarning ustingizlar bo'lmasa, bemalol o'zimizning master ustalarimiz bor, baraka topkurlar. Shu ustalarimizni bir og'iz telefon bilan sizlarning uyingizga jo'natamiz, sistemangizni hisoblab berishadi va shunga moslab mana koteldan bittasini o'rnatib, uyingizni issiq qilib yoqib berib ketishadi. Ko'chani ustasiga ishonmaydigan bo'lsangiz, unda o'zingizni o'sha o'rismi, tatarmi kim, o'sha ustalaringizni chaqiringda, oldingizga solib mana shu do'konga olib keling. Mana shu yerda ko'rsating kotellarimni. Mana shu o'zida mashinangizga ortib olib ketaverishingiz mumkin. Nazarbek temir bozoridan kirib kelaverishda shlagbaumdan shunda o'ng qo'lda 50 metr yursangiz, mana shu konteynerli do'kon bor. Bu do'konda men borman. Sizlar bilan issiq choy damlab olib, mana shu yerda maslahat quraman. Mana shu nomerlarga telefon qilinglar, faqat soat 9 dan 6 gacha telefon qilsanglar bo'ladi. Shu paytda men telefoninglarni ko'taraman.